Agar siz har oy mobil aloqa uchun ko'proq pul to'layotganingizni sezayotgan bo'lsangiz, internet paketingiz tez tugab qolsa, tarifingiz arzon ko'rinsa-yu, oy oxirida balansdan yana qo'shimcha pul yechilsa. Bu video aynan siz uchun. Bugun men ko'pchilik bilmaydigan, operatorlar esa odatda faol reklama qilmaydigan yashirin yoki yopiq tariflar haqida gapiraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u nafaqat talabalar, nafaqaxo'rlar, taksichilar, tadbirkorlar, balki oddiy telefon ishlatuvchi har bir odamning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Men sizga qaysi holatlarda bunday tariflarni izlash kerakligini, qanday qilib ularni topish mumkinligini, operator xodimi bunday tarif yo'q desa nima qilish kerakligini, qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerakligini batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki amaliy qismida men sizga aynan nima yozish, qayerga murojaat qilish va qanday savollar berish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida ko'rilsa, oyga sezilarli pul tejaydi. Avval mobil aloqa bozori ancha sodda edi. Operatorlar bir nechta ochiq tarif chiqarardi. Masalan, arzon tarif, o'rtacha tarif, ko'p internetli tarif va korporativ tarif. Odamlar saytga kirib, narxlarni solishtirib, o'ziga mosini ulab olardi. Tarif nomi, abonent to'lovi, internet hajmi, daqiqa va SMSlar aniq ko'rinardi. Agar narx oshsa, bu haqda SMS kelardi yoki tarif avtomatik yangi shartlarga o'tardi. Hozir esa vaziyat murakkablashdi. Operatorlar bir tomondan katta raqobat ichida, ular mijozni ushlab qolishi kerak. Ikkinchi tomondan ular daromadni kamaytirishni ham xohlamaydi. Shuning uchun bozorda ikki xil tarif qatlamlari paydo bo'lgan. Birinchisi hammaga ko'rinadigan ommaviy tariflar, ikkinchisi esa hammaga ko'rinmaydigan, maxsus shartlarda beriladigan tariflar. Men ularni shartli ravishda yashirin tariflar, yopiq tariflar, retesin tariflar, ya'ni mijozni ushlab qolish uchun beriladigan takliflar deb atayman. Bu tariflar har doim ham mutlaqo sirli degani emas. Ba'zilari operator ilovasida faqat ayrim abonentlarga chiqadi. Ba'zilari faqat aloqa markaziga qo'ng'iroq qilganda taklif qilinadi. Ba'zilari faqat raqamni boshqa operatorga ko'chirish uchun ariza berganingizdan keyin paydo bo'ladi. Ba'zilari esa korxona, tashkilot, talabalar guruhi, bank kartasi aksiyasi yoki qurilma sotib olish kompaniyasi orqali ulanishi mumkin bo'lgan tariflardir. Muammo shundaki, oddiy foydalanuvchi bularning borligini bilmaydi va ko'pincha eng qimmat ommaviy tarifda qolib ketadi. Masalan, siz oyiga 70 ming so'm to'laysiz, 20 gigat internet olasiz va ichki tarmoqda bepul gaplashasiz. Lekin ayni paytda boshqa abonentga operator 55 ming so'mga 35 gigat va ko'proq daqiqa taklif qilayotgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki u abonent ketmoqchi bo'lgan, ko'p yillik mijoz bo'lgan yoki maxsus segmentga tushgan. Operator sizga bu haqda o'zi kelib aytmaydi, chunki siz baribir eski tarifda pul to'layapsiz. Kompaniya nuqtai nazaridan bu normal biznes. Lekin foydalanuvchi sifatida men va siz o'z manfaatimizni himoya qilishimiz kerak. Birinchi narsa, yashirin tarif deganda noqonuniy narsa tushunilmasligi kerak. Men sizga hech qanday aldov, begona sim karta, nomingizga rasmiylashtirilmagan raqam yoki shubhali Telegram kanallari orqali ulanishni tavsiya qilmayman. To'g'ri yo'l faqat rasmiy operator, rasmiy ilova, rasmiy ofis yoki rasmiy kol markaz orqali bo'lishi kerak. Aks holda siz pulingizni, raqamingizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni yo'qotishingiz mumkin. Ikkinchi narsa, bunday tariflar ko'pincha 3 toifa odamlar uchun foydali bo'ladi. Birinchi toifa eski abonentlar. Masalan, siz 5 yildan beri bir operator raqamidan foydalanasiz. Har oy muntazam pul to'laysiz. Lekin hech qachon tarifni almashtirmagansiz. Operator sizni barqaror mijoz deb biladi, lekin sizga avtomatik eng yaxshi shartni bermaydi. Agar siz murojaat qilsangiz, sizga maxsus taklif chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa ko'p xarajat qiladigan abonentlar. Masalan, siz oyiga dekametr ming so'mlik tarifga qo'shimcha ravishda yana 3000 ming so'mlik internet paket olasiz. Umumiy xarajat 10 ming so'mga chiqadi. Bunday holatda sizga 90 ming so'm atrofida ko'proq internetli yopiq tarif taklif qilinishi ehtimoli bor. Operator uchun sizni yo'qotish foydali emas, chunki siz o'rtacha mijozdan ko'proq daromad keltirasiz. Uchinchi toifa raqamini boshqa operatorga ko'chirmoqchi bo'lganlar. Bu eng kuchli usullardan biri. Masalan, siz raqamni ko'chirish xizmatidan foydalanmoqchisiz. Ariza berganingizdan keyin amaldagi operator siz bilan bog'lanib, nega ketmoqchisiz deb so'rashi mumkin. Shunda siz narx qimmat, internet kam, aloqa sifati mos emas deb tushuntirasiz.
Ana shu paytda sizga ommaviy saytda yo'q bo'lgan tarifga chegirma taklif qilinishi mumkin. Bu har doim bo'ladi deb kafolat bermayman, lekin amaliyotda ko'p uchraydigan holat. Endi real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Talaba yigit oyga 25 ming so'mlik tarif ishlatadi. Tarifda 10 gigat internet bor. U Telegram, YouTube dars videolari va onlayn testlar uchun qo'shimcha 15 gigat paket sotib oladi. Bu paket 25 ming so'm bo'lsa, umumiy xarajat 7 ming so'mga chiqadi. U operator ilovasida menga mos takliflar bo'limini tekshiradi va faqat o'ziga ko'rinadigan 6 ming so'mlik 30 giga internetli tarif chiqadi. Natijada u oyga 10 ming so'm tejaydi. Lekin interneti 2 barobar ko'payadi. Bir qarashda 10 ming so'm katta emasdek ko'rinadi, lekin yilga 20 ming so'm bo'ladi. Talaba uchun bu bir nechta tushlik kitob yoki internet to'lovi degani. Ikkinchi misol. Taksichi aka kun bo'yi navigatsiya, qo'ng'iroqlar, messenjerlar va mijozlar bilan aloqa ishlatadi. Uning abonent to'lovi 35 ming so'm, lekin oy davomida internet tugab qolib, yana 20-30 ming so'mlik paket oladi. Oylik xarajat 95 ming so'mga boradi. U kol markazga qo'ng'iroq qilib, men boshqa operatorga o'tishni o'ylayapman. Menga ko'proq internetli yoki haydovchilar uchun qulay tarif bormi deb so'raydi. Oddiy operator xodimi dastlab faqat saytdagi tariflarni aytishi mumkin. Lekin mijoz, men raqamni ko'chirish bo'yicha arza berishga tayyorman. Iltimos individual takliflarni tekshirib bering desa. Tizimda maxsus taklif chiqishi ehtimoli bor. Masalan, 5 ming so'mga 1 gigat internet va ko'proq daqiqa. Bu odam uchun oyiga 10 ming so'm tejashdan tashqari eng muhimi ish paytida internet tugamasligi. Uchinchi misol. Uy bekasi telefonni ko'p ishlatmaydi, lekin bolalari bilan video qo'ng'iroq qiladi. Telegramdan foydalanadi. Ba'zan YouTube ko'radi. U 75 ming so'mlik tarifda yuradi. Chunki bir vaqtlar ofis xodimi shu yaxshi deb ulab bergan. Aslida unga 25-35 ming so'mlik tarif yetarli bo'lishi mumkin. Bunday odam yashirin tarif izlashdan oldin o'z iste'molini tekshirishi kerak. Ilovada oxirgi 3 oyda qancha internet, qancha daqiqa, qancha SMS ishlatganini ko'radi. Agar oyiga 5 gigatdan kam internet ishlatsa, unga katta paketli tarif shart emas. Bu yerda tejamkorlik yashirin tarifda emas, balki ortiqcha tarifdan chiqishda. 4-misol. Kichik tadbirkor 5 ta raqam ishlatadi. O'zi sotuvchi, yetkazib beruvchi, buxgalter va onlayn buyurtmalar uchun alohida telefon. Har bir alohida ommaviy tarifda. Umumiy xarajat oyga 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Bunday holatda korporativ yoki guruh tariflarini so'rash kerak. Ba'zan operatorlar kichik biznes uchun ochiq reklama qilinmaydigan paketlar beradi. Bir nechta raqam bitta shartnomaga ulanadi. Ichki qo'ng'iroqlar arzonlashadi. Internet umumiy paket sifatida beriladi. Natijada 400 ming so'mlik xarajat 2 yil hayinsul 320 ming so'mga tushishi mumkin. Bu oyga hayinsul ming so'm, yilga esa deyarli 20 million so'm tejash degani. Kimlar xavotir olish kerak? Agar siz oxirgi 6 oyda tarifingizni tekshirmagan bo'lsangiz, albatta xavotir oling. Agar balansingizdan xizmat, kontent, obuna, paket yangilanishi, kunlik to'lov degan yozuvlar bilan pul yechilayotgan bo'lsa, tekshiring. Agar siz tarifingiz nomini ham bilmasangiz, bu juda katta signal. Agar siz har oy qo'shimcha internet sotib olayotgan bo'lsangiz, demak tarif sizga mos emas. Agar siz raqamingizni ko'p yildan beri ishlatsangiz, individual taklif bor yo'qligini tekshirtirishga arziydi. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yaqinda tarifni solishtirib, o'ngli ravishda tanlagan bo'lsangiz, har oy paketlaringiz yetib tursa, qo'shimcha pul yechilmasa, aloqa sifati yaxshi bo'lsa va narx sizga mos bo'lsa, shoshilish shart emas. Lekin baribir har 2-3 oyda bir marta tekshirib turish foydali. Chunki operatorlar tarif siyosatini tez-tez o'zgartiradi. Eski takliflar yopiladi, yangi aksiyalar paydo bo'ladi. Endi eng muhim joyga kelamiz. Har bir yashirin tarif foydali bo'lavermaydi. Ba'zida taklif chiroyli ko'rinadi, lekin ichida cheklovlar bo'ladi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam bexul gigada internet degan yozuvni ko'rib xursand bo'ladi. Lekin keyin bilsa, uning 25 gigada qismi faqat tungi vaqtda ishlaydi yoki cheksiz ijtimoiy tarmoqlar deyiladi. Lekin video ko'rish, qo'ng'iroq qilish yoki tashqi havolarga kirish umumiy trafikdan ketadi. Shuning uchun har doim shartlarni oxirigacha o'qish kerak. Birinchi tuzoq abonent to'lovi davri. Ba'zi tariflarda to'lov 30 kunga emas, 28 kunga olinadi. Farq kichikdek tuyuladi.
Lekin yil davomida siz 12 marta emas, 12 marta to'lov qilishingiz mumkin. Masalan, 6 ming so'mlik tarif 30 ming kunda yangilansa, yiliga 720 ming so'm. Agar 28 kunda yangilansa, taxminan 13 marta to'lov bo'ladi va xarajat 7-8 ming so'mga yaqinlashadi. Demak, tarif arzon ko'ringani bilan yil hisobida qimmatroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, paket tugagandan keyingi narx. Internet tugasa tezlik pasayadimi yoki har megabayt uchun pul yechiladimi? Bu juda muhim. Ba'zi odamlar paket tugagandan keyin ham telefon fon rejimida ishlaydi. Telegram xabar oladi, ilovalar yangilanadi, xarita joylashuvini tekshiradi. Natijada balansdagi pul sekin-sekin yo'qoladi. Men doim tavsiya qilaman. Tarif shartida paket tugagandan so'ng tariflash degan bandni toping. Agar megabayt bo'yicha qimmat narx yozilgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Uchinchi tuzoq ulanish narxi. Ba'zi maxsus tariflar bir qarashda zo'r, lekin ulanish uchun alohida to'lov bor. Masalan, tarif abonent to'lovi 50 ming so'm, lekin ulanish 30 ming so'm. Agar siz uzoq muddat ishlatsangiz, mayli, lekin bir oy sinab ko'rib keyin chiqmoqchi bo'lsangiz, bu foydasiz bo'lishi mumkin. 4-tuzoq tarifdan chiqish cheklovi. Ayrim aksiyalarda 3 oy davomida tarifni almashtirmaslik. Qurilma xarid qilganda 6 oy foydalanish. Bonus berilgani uchun muddatidan oldin chiqsa, bonus bekor bo'ladi kabi shartlar bo'lishi mumkin. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin siz oldindan bilishingiz kerak. Hech qachon keyin ko'ramiz deb o'ylamang. Operator xodimidan aniq so'rang. Bu tarifdan istalgan pay chiqish mumkinmi? Jarima yoki qo'shimcha yechim bormi? 5-tuzoq, raqam kimning nomida ekanligi. Agar sim karta sizning nomingizda bo'lmasa, maxsus taklifni ulashda muammo chiqishi mumkin. Masalan, raqam otangiz, akangiz yoki eski tanishingiz nomida bo'lsa, operator ofisida shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Bundan tashqari, raqamni boshqa operatorga ko'chirish, shartnoma o'zgartirish, detalizatsiya olish kabi ishlar faqat egasi orqali bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, ishlatayotgan raqamingiz o'z nomingizda bo'lsin. Bu nafaqat tarif uchun, balki bank ilovalari, SMS kodlar va xavfsizlik uchun ham muhim. 6-nozik jihat, operator sukut saqlamoqda degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Operator sizdan nimanidir noqonuniy yashiryapti degani emas. Ko'pincha ular shunchaki barcha individual takliflarni ommaviy reklama qilmaydi. Chunki bitta mijozga beriladigan shart boshqa mijozga berilmasligi mumkin. Bu segmentatsiya deyiladi. Kimdir ko'p internet ishlatadi, kimdir ko'p qo'ng'iroq qiladi, kimdir ketmoqchi, kimdir yangi raqam olgan. Har biriga alohida marketing taklifi chiqadi. Lekin oddiy foydalanuvchi buni bilmagani uchun yutqazadi. 7-jihat, ijtimoiy tarmoqlardagi maxfiy tarif ulab beraman degan e'lonlar. Juda ehtiyot bo'ling. Kimdir sizdan pasport ma'lumotini, SMS kodni, operator ilovasiga kirish kodini so'rasa, bu xavfli. Hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga pasport rasmini yubormang, agar bu rasmiy operator kanali bo'lmasa. Arzon tarif faqat bugun 20 ming so'm tashlab bering degan takliflardan uzoq yuring. Haqiqiy tarif faqat rasmiy manba orqali ulanadi. Agar tarif haqiqatan mavjud bo'lsa, operator ofisi yoki ilovasi orqali tasdiqlanishi kerak. 8-jihat, eski tariflar. Ba'zan eski yopilgan tariflar yangi tariflardan ham foydaliroq bo'ladi. Masalan, siz 3 yil oldin ulangan tarifsiz va hozir u yangi abonentlar uchun yopilgan. Operator sizga yangi tarifga o'tishni taklif qilishi mumkin, lekin yangi tarif har doim ham yaxshi emas. Shuning uchun almashtirishdan oldin hozirgi tarifingizdagi real shartlarni yozib oling. Abonent to'lovi, internet, daqiqa, SMS, tarmoq ichidagi qo'ng'iroqlar, bonuslar, muddat. Keyin yangi tarif bilan taqqoslang. Bir marta chiqib ketsangiz eski tarifga qayta olmasligingiz mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, hozirgi tarifingizni aniqlang. Operatorning rasmiy ilovasiga kiring yoki USSD menyudan foydalaning. Tarif nomi, abonent to'lovi, to'lov davri, qolgan internet daqiqalar va oxirgi yechimlarni ko'ring. Agar ilovada xarajatlar tarixi yoki detalizatsiya bo'lsa, oxirgi o'tmish kunni tekshiring. Sizdan qayerga pul ketayotganini ko'rmasdan turib, foydali tarif tanlab bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oylik ehtiyojingizni hisoblang. Har oy qancha internet ishlatyapsiz? Masalan, yanvarda 12 gigat, fevralda 22 gigat, martda 19 gigat bo'lsa, sizga 20-25 gigat atrofidagi tarif kerak. Agar siz 10 gigat ishlatib 42 gigat tarifga pul to'layotgan bo'lsangiz, ortiqcha to'layapsiz. Agar 25 gigat ishlatib 25 gigatli tarifda yurib,
har oy paket sotib olayotgan bo'lsangiz, tarifingiz kichik. 3-qadam ommaviy tariflarni solishtiring. Operator sayti yoki ilovasida barcha tariflarni ko'ring. Faqat narxga qaramang. 50 ming so'mga 20 gigada yaxshimi yoki 60 ming so'mga 35 yil yaxshimi? Agar siz haqiqatan 30 yil ishlatsangiz, ikkinchisi foydaliroq. Agar siz 8 yil ishlatsangiz, birinchisi ham ortiqcha bo'lishi mumkin. Tarifni o'z odatingizga qarab tanlang. Reklamadagi eng zo'r degan gapga emas. 4-qadam individual takliflarni tekshiring. Ilovada menga takliflar, aksiyalar, maxsus taklif, shaxsiy takliflar, bonuslar kabi bo'limlarni qidiring. Ba'zan tarif asosiy sahifada chiqmaydi, lekin aksiya bo'limida turadi. Agar ko'rinmasa, jol markaziga qo'ng'iroq qiling. Men sizga aytadigan matnni deyarli tayyor shaklda ishlatishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men hozirgi tarifimni qayta ko'rib chiqmoqchiman. So'nggi oylar xarajatim ko'paydi. Raqam uchun individual yoki yopiq takliflar bormi? Tizimdan tekshirib bera olasizmi? 5-qadam. Agar birinchi xodim yo'q desa, muloyim, lekin aniq gapiring. Men boshqa operator tariflarini ham ko'rib chiqyapman. Agar menga mos taklif bo'lmasa, raqamni ko'chirish haqida o'ylayman. Iltimos, mijozni saqlab qolish bo'limi yoki maxsus takliflar bo'yicha imkoniyatni tekshirib bering. Bu yerda baqirish, janjal qilish shart emas. Operator xodimi ham tizimdagi imkoniyat bilan ishlaydi. Lekin siz savolni to'g'ri qo'ysangiz, natija boshqacha bo'lishi mumkin. 6-qadam raqam ko'chirish variantini real solishtiring. Boshqa operatorning saytidagi tariflarni ko'ring. Qaysi tarif, qancha internet, qancha daqiqa, qamrov sifati qanday? Siz yashaydigan joyda internet ishlaydimi? Hammasini tekshiring. Faqat arzon narx uchun o'tib ketmang. Agar yangi operator sizning uyingizda yoki ish joyingizda yomon ishlasa, arzon tarif ham foydasiz bo'ladi. Iloji bo'lsa, yaqinlaringizdan shu operator sifati haqida so'rang yoki arzon sim olib sinab ko'ring. 7-qadam. Ofisga borish kerak bo'lsa, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Raqam sizning nomingizda bo'lishi kerak. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, egasi bilan birga borish yoki qayta rasmiylashtirish tartibini so'rash kerak. Agar korporativ tarif kerak bo'lsa, tashkilot hujjatlari, rahbar yoki mas'ul shaxs ma'lumotlari, raqamlar ro'yxati so'ralishi mumkin. Kichik biznes egalari operatorining biznes bo'limiga alohida murojaat qilgani ma'qul. 8-qadam. Ulashdan oldin yozma tasdiq oling. Ilovada tarif shartlarini skrinshot qiling. Agar kol markaz orqali ulayotgan bo'lsangiz. Tarif nomi, abonent to'lovi, internet hajmi, amal qilish muddati, ulanish narxi, tarifdan chiqish sharti haqida so'rang. Iltimos, tarif shartlarini SMS orqali yuboring deb ayting. Keyin kelgan SMSni o'chirmang. Bu keyin tushunmovchilik bo'lsa dalil bo'ladi. 9-qadam. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. Ko'p odamlar tarifdan emas, mayda obunalardan pul yo'qotadi. Masalan, musiqa servisi, gudoq xizmati, ob-havo xabari, kontent obunasi, kunlik internet yordamchi paketi. Har bir 5000 so'm, 1000 so'm, 2000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin oy davomida yig'ilib ketadi. Ilovadan ulangan xizmatlar bo'limini oching va kerak bo'lmagan hammasini o'chiring. Agar o'chira olmasangiz, kal markazdan yordam so'rang. Raqamimdagi barcha pullik qo'shimcha xizmatlarni tekshirib, kerak bo'lmaganlarini o'chirib bering. 10-qadam tarifni ulaganingizdan keyin 3 kun kuzating. Balansdan pul to'g'ri yechildimi? Internet paketi to'g'ri qo'shildimi? Eski xizmatlar qolmadimi? Qo'shimcha to'lov chiqmadimi? Ko'pchilik tarif ulab keyin tekshirmaydi. Men esa doim maslahat beraman. Har qanday o'zgarishdan keyin kamida bir necha kun nazorat qiling. Agar xatolik bo'lsa, darhol murojaat qiling. Chunki vaqt o'tgani sari masalani tushuntirish qiyinlashadi. Yana bir muhim maslahat, oilaviy darajada tekshiring. Faqat o'zingizning raqamingiz emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz raqamlarini ham ko'ring. Ko'pincha eng ko'p ortiqcha pul katta yoshdagilar raqamidan yechiladi. Chunki ular ilovaga kirmaydi. SMSlarni o'qimaydi, tarif nomini bilmaydi. Masalan, onangiz oyga 9 ming so'm to'layotgan bo'lishi mumkin, lekin 3 yilga internet ishlatadi. Otangizda esa eski pulli xizmatlar yo'qilgan bo'lishi mumkin. Bitta oilada 4 ta raqam bo'lsa, to'g'ri tarif tanlash orqali oyiga 1000 so'm tejash mumkin. Bugun men sizga yashirin yoki yopiq tariflar mavzusini oddiy tilda tushuntirdim. Eng muhim fikr shuki, operator sizga har doim eng arzon va eng foydali variantni o'zi topib bermaydi.
Siz o'zingiz tarifingizni tekshirishingiz, xarajatlaringizni ko'rishingiz, individual takliflarni so'rashingiz va shartlarni diqqat bilan o'qishingiz kerak. Yashirin tarif foydali bo'lishi mumkin, lekin faqat rasmiy kanal orqali aniq shartlar bilan va sizning ehtiyojingizga mos bo'lsa. Hozir videoni yopmasdan oldin telefoningizdagi operator ilovasiga kiring va tarifingiz nomini tekshiring. Keyin izohlariga yozing. Siz oyga qancha to'laysiz va qancha internet olasiz? Balki boshqa tomoshabinlar bilan solishtirib, kim ortiqcha to'layotganini birga bilib olamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzuda xabardor bo'lgan odam pulini tejaydi. Xabarsiz odam esa yillar davomida ortiqcha to'lab yurishi mumkin.